Yo'q, uxlolmayman. Sen ertaga aytmoqchi eding-ku tashqari haqida. Iltimos. Mayli. Bo'lmasa, senga faqat qisqacharoq aytaman. Bugun bir qo'rqinchli mavjudotni ko'rdim. Uni ko'rgan vaqtimda juda ham qo'rqib ketdim. Nima bo'lgan taqdirda ham tirik qola oldim. Mana shu uchun sen bu yerdan chiqishga harakat qilmasliging kerak. Ular seni topib olishlaridan nafratlanaman. Rahmat meni qo'riqlayotganligingiz uchun. Menimcha yotoqqa boraman. Mayli, borishingdan oldin senga bir narsa olib keldim. Kundalik. Endi sen zerikib ketmaysan degan umiddaman. Rahmat. Xavotir olma, asalim. Mayli, bo'lmasa xo'p. Yaxshi uxla. Mayli, yana uchrashamiz, otajon. Shunchalar zerikarli hikoya aytdiki, hozir uxlab qolaydim.